Anavi labi do'rdog'ni qayerdan topdingiz? Dildorani aytyapsizmi? Menga umuman yoqmaydi. U meni do'stimning qizi. Daday menga tex ochib beryaptilar. Qanaqa sex? Bekor yurmasin, ish bilan band bo'lsin. Rahbar xonim bo'lib yursam, nimasi yomon? Shuncha pul yo'qotganimiz yetmadimi? Meni deb ketdi. Yaqinda meni olib ketsa kerak. Men ham bo'pti, malikalardek yashayman deb ishlamasdan uyda o'tirdim. Lekin endi fikrlarim o'zgardi. Hayotda maqsad bo'lishi kerak ekan. Men maqsadimni yo'qotib qo'ygan ekanman. Endi o'zimga keldim. To'g'ri. O'zi do'stingiz kim? Nima ish qiladi? Kelib chiqishi oshpaz. Hozir qimorvoz. Lekin yaxshigina puli bor. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Yaxshi ko'rgan choyingiz. Buni ichsangiz, ancha o'zingizga kelib qolasiz. Banu, sizni qo'lingizdan-chi? Zahar bo'lsa ham ichaman. Biz siz bilan kelishgandik-ku. Bo'ldi. Ana yigit kim? Botirmi? Au jahaliga otinmas. Sizga gap otib o'tirmadimmi ish qilib? Kuldirasiz. Gap otib ham ko'rsin-chi. Banu, shuning uchun ham men sizni hurmat qilaman. O'zingizga gard yuqtirmaysiz-da. Lekin boshqa meni bunday bo'rilarni oldiga olib bormang. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rdingizmi? Hammasini menga havas kelib o'tiribdi. Og'zi lang ochilib. Ko'z tegmasin yana. Tegmaydi. Tegadigan ko'zlari bor-ku. Voy olaman hammasini. Mayli. Men xonamga boray. O'zingiz ehtiyot qiling. Bugun agar iloji bo'lsa meni bezovta qilmang, xo'pmi? Uyg'onsam keyin uxla olmayman. Xo'p bo'ladi. Siz nima siz shu Banu? Bilasiz, men bugun juda ham xursandman. Sabab? Mahsulotlarimni yarmi chet elga, xorijga ketadigan bo'ldi. Botir gaplashib berdi. Endi xudo xolasa ko'rasiz. Valyutada savdo qilamiz. Botir deganlarini qo'lidan ancha ish kelar ekan. Albatta. U bilan hamma hamkor bo'lmoqchi. Lekin u faqat men bilan ishlamoqchi. Botir deganlari kimni tanlashni bilar ekan. Xonaga kirib kiyinib chiqing. Keyin bemalol televizor ko'rasiz. Yo'q. Menga mana shu yer ma'qul. Televizor ko'rib bemalol dam olaman. Siz borib damingizni olavering. Mayli. Men dam olaman. Yaxshi. Siz ham yaxshi dam oling. Ay Banu. Bismillah. Yaxshimisan? Yaxshi, keling o'tiring. Hech qayering og'rimayaptimi? Yo'q.
Nimaga meni bir o'zimni tashab ketdingiz? Bir o'zim qo'rqdim uyda. Nimadan qo'rqasan? Ko'zimga allambalo narsalar ko'rindi. Qanaqadir ovozlar eshitildi. Taraq-turuq degan. Keyin qo'shib qo'ydim. O'ynayatdim. Bilaman oshiqing seni bir talay. Unutma shuni sen ham har qalay. Topa olmaysan-ku enday. Sanku yonimda. Undan keyin nima bo'lgani esimda yo'q. Ish qilib tinchlikmikan? Bolamizga hech nima qilmabdimi? Gapiring. Nozi. Bolamiz nobud bo'libdi. Qattiq yiqilibsan. Doktorlar olib tashlashdi. Hazırlashyapsiz-a? Hazırlashyapman deng. Nimaga tushadi? Nimaga tushadi? O'zingni bos. Nimaga tushib qoladi? Nozima bo'ldi. Nimaga aynan meni bolam? Nimaga? Nozima bo'ldi. Nozim, hali yoshmiz. Hali bolalarimiz ko'p bo'ladi. Siqilmagin. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Sizni ko'rishni ham xohlamayman. Qo'lingizni torting, ushlamang meni. Siz aybdorsiz. Bitta o'zimni qop-qorong'ida yolg'iz tashab ketmaganingizda men qo'rqib yiqilmaganimda shunaqa bo'lmasdi. Nozi, bilaman, hozir senga qiyin. Bolam. O'zingni bos. Hali yoshmiz. Sizni eshitishni ham xohlamayman. Chiqib keting, sizni ko'rishni ham xohlamayman. Yo'qol dedim. To'g'risini aytsam, kayfiyatim yaxshi. Bir pasda orzularim ham ro'yobga chiqyapti. Ana endi ish bilan chalg'iysan. Birovni hayoti bilan shug'ullanishga ham vaqting bo'lmaydi. Men shundoq ham hech kimning hayoti bilan ishim yo'q. Hali ko'rasiz. Mashhur biznes ledi bo'lib ketaman. Oo. Menga ham pul berasanmi keyin? Qarz beraman, qarz. Mayli, o'zingizni tiklab olarsiz. Ayollarning fantaziyasi juda ham keng-da. Ayolida bir pasda Supermenga aylanib qoladi, ha? Uchyapman.
To'g'risini aytsam, faqat sayohat qilib yuraman, dunyo kezaman. Men sizmi? Bo'ldi-da endi. Men-chi? Siz endi uyda o'tirasiz. Siz yurganda men uyda o'tirdim-ku. Qaytar dunyo. Mayli, puling ko'paysin, boy bo'lgin. Siz mana shunaqa duo qilib o'tiring. Voy, Farhod. Farhod telefon qilyapti. Tinchlikmikin? Allo. O, Farhod? Oyi, Nozman mazasi yo'q. Kasalxonadamiz. Kela olasizmi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Homilasi nobud bo'ldi. Nima deding? Homilasi nobud bo'libdi, oyi. Yiqilib tushibdi. Tezroq kelinglar. Tinchlikmi? Nozimani homilasi nobud bo'ldi deydi. Turing kiyimingizni kiying. Men ham kiyimimni kiyay, bo'la qoling. Dadasi? Dadasi turing. Ha, nima? Tinchlikmi? Nozima kasalxonaga tushib qopti. Obbo, nima bo'pti? Tinchlikmi? Homilasi nobud bo'lganmish. Bular o'zi tinch yuradimi? Nozima yig'ilib telefon qilgan edi. Ayb qaynonasida. Doim o'g'lini uyda olib o'tirar ekan. Meni qizim esa uyda bir o'zi qolib ketdi. Nima, eri kech kelibdimi? Ha. Menga bir o'zim uyda qo'rqyapman deb qo'ng'iroq qilgan edi. Kuyovga necha marta aytdim, homilador xotiningni uyda yolg'iz qoldirma deb. Ha, endi onasinikiga ketib qolaverar ekan. Bu qanaqa odamlar o'zi, ha? Qaynona deganam aqlli bo'lish kerak ekan. Aqlsiz bo'lsa, mana urdi Xudo. Mayli, tura qoling dadasi. Bo'la qoling, yuragim g'ash, bo'la qoling. O'zim borib kelaman. Ha? Keldingizmi, oyi? Nima bo'ldi? Ha, keldik. Bir chiqmasdan tura olmaysizlar? Men yo'qligimda uyda qattiq qo'rqib ketibdi. Bahonani. Yiqilib tushdim dedi. Tavba. Nima balo? Ilonchani uyidan ilon chiqdimi? Oy, men sizga kecha aytdim-ku. Uyga vaqtliroq ketishim kerak dedim-a? O'zi menda ham ayb bor. Nima bo'ldi, yigit? Ekkan piyozingiz ko'karmadimi? Bolani ham boshiga yetdinglar? Ataylab qilganimiz yo'q-ku. O'zi ham yig'lab o'tiribdi ichkarida. Meni ham ko'rgis kelmadi. Chiqib ketdim o'shaning uchun. Biram noziksizlar-ey. Bo'pti. Qaysi xonada? 207. Yaxshimisiz? Yo'q, yaxshi emasman. Siqilma. O'tib ketadi. Etaging to'la bola. Hali qo'sha o'g'illar tug'asan. Xursandmisiz, oyijon? Nega xursand bo'lay? O'g'limni qiynaganingami? Ovqat pishirmay, och-nahor qo'yganingami? Bilib qo'y. Seni farzanding bo'lsa, meni navaram. Nimaga bo'lmasam o'g'lingizni yarim kechasigacha olib o'tirdingiz oldingizda? O'zingchi?
Na erga qarashni bilasan, na o'zingni eplaysan. Qachon qarasam o'g'limni qorni och. Ovqat pishirishni bilasanmi? O'rgandingmi? Ha, mayli qo'y deb shu paytgacha indamadim. Boshimga chiqsang ham sabr qildim. Endi haddingni bil. Haddingdan oshma. Tushundingmi? Yana har doimgidek men aybdorman-a? Bitta bolani eplab tug'olmaganingdan keyin sen aybdor bo'lasan-da. Nima, men shunaqa bo'lsin debmanmi? Hozir menga qanaqa og'irligini bilasizmi? Juda yaxshi bilaman. Meni ham boshimga tushgan. Siz ham bolangiz Bir emas, naq 3 ta. Farhoddan oldin 3 ta farzandim nobud bo'lgan. Bu og'riqni sendan ham yaxshi tushunaman. Dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Shuning uchun sen ham aybni birovlardan qidirma. Uni o'rniga tavba qil. Qizim, Oyjon, qizim, yaxshimisan? Jonim bolam. Nima bo'ldi qizim? G'aybulla aka. Tuzukmisiz? Men-ku yaxshiman. Sizga nima qildi? Ha, Afzalboy. Nima bo'ldi? Yo sizga ham yonimdan joy qilib berishsinmi? Siz olib ketgani keldim aka. Qayerga? Menikida yashab turasiz. Bo'lmasa bir o'zim uyda jinni bo'lib qolaman. Men bu ahvolda sizga foydam tegadi deb o'ylamayman. Foyda istegmasa ham yonimda bo'lib maslahat berib turing. Mayli, meni qo'ying. O'zingizga nima qildi? Yo sizga ham hujum qilishdimi? Ha. Otanim yonida bittasi o'ralashib yuribdi. Qaynatamni qimorboz shogirdlardan bittasi. O'sha bilan urushib kelyapman. Hozirki urushasiz. Ertaga xotiningizga uylanib olsa nima qilasiz? Xudo saqlasin. Uylanmaydi. Shunchaki aytay, meni jig'in betegib yurishibdi ular. Hali ham bo'lsa kelin bilan gaplashing. G'aybulla aka, bu mavzuda gaplashishni xohlamayman. Unda o'zingiz bilasiz. Sizni bu yerda qolishingiz xato. Yana kimdirlar kelib qasd qilib yurmasin. Sizga o'zim qarab turaman. Rahmat. Men hozir doktorlar bilan gaplashay. nimaga kech keldingiz? Vohliroq kelsangiz bo'lardi-yu. Nima bo'ldi o'zi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Vahima qiladigan hech narsa yo'q. Xo'p. Birinchi bolaga ehtiyot bo'lish kerak edi.
o'zini ehtiyot qilish kerak edi. Ehtiyot bo'lishing kerak edi, desangiz, qizingizga to'g'riroq bo'lar edi. Hech narsa qilmaydi. Menda ham Farhoddan oldin farzandlarim nobud bo'lgan. Mana, Xudoga shukr, Farhodim bor. Shu uchun iltimos, ortiqcha vohga hojat yo'q. Xudo, Farhodjonni olib o'tirmasdan vaqtliroq uyga jo'natsangiz bo'larmidi? Qizim shunda bir o'zi qolib ketmasmidi? Shunaqa voqealar bo'lmasmidi? Bilmabmiz. Agar qizingiz ovqat pishirib, hamma yoqni tayyor qilib qo'yganda, Farhodjon meni uyimga och qoringa bormasdan uyiga tez yetib borardi. Nima deysiz? Bechora o'g'lim. Och qolib nuqul uyimga ovqat yegani boradi. Nima qilishim kerak? Haydab yuborishim kerakmi bor xotining oldiga deb? Qizim, ovqat qilmayapsanmi? Sekin-sekin o'rganib, endi qilishni boshlagandim, oyijon. Mana, qilayotgan ekan-ku. Qo'ysangizchi. Mendan ham yaxshiroq bilasiz qizingiz qanaqaligini. Alohida yashasin dedinglar, rozi bo'ldik. Yana nima qilishim kerak? Hozir ayb kimda ekan deb ayb qidiradigan bo'lsa, qizingizning oilasi buzilib ketadi. Undan ko'ra-chi, Xudo, qizingizga sal aql o'rgatib, qanaqa kelin bo'lishligini o'rgatib qo'ying. Mayli. Qizingiz bu yerdan chiqqandan keyin uyingizga olib keting. Bir 5-6 kun uyingizda yashasin. Ovqat qilishni o'rgansin. Erga muomala qilishni o'rgansin. Undan keyin kelar. O'zingiz olib kelarsiz. Qizim, ketasanmi? Ketaman, oyijon. Bir o'zim uyda nima qilaman? Erim baribir uyga kelmayapti-yu. Siz ovqat pishirsangiz keladi. Bolam bechora. Koridorda bir o'zi qiynalib, ezilib o'tiribdi. Qorni ham och qolgan bo'lsa kerak. Borib bir xabar olaychi. Tuzalib keting. Farhod, Dada, yaxshimisan? yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Nima bo'ldi? Kelinni ahvoli yaxshimi? Unchalik yaxshi emas. Nima qildi? Bolamiz tushib qopti. Mayli. Siqilma o'g'lim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kelinning o'zi yaxshimi? Yig'lab yotibdi. Nima qilib yiqilib tushibdi? Dada, qo'ying, eslatib so'ramang shuni. Farhod, ketdik. Kelinchi? Kelinni jinam urgani yo'q. Xabar oldingmi o'zi? Tuppa tuzuk ekan. Onasi ham yonida-yu. Onasiga qizingizni uyiga olib ketib, ovqat qilishni o'rgatib, keyin olib kelarsiz dedim. Sen o'zi nimalar deyapsan? Esing joyidami? Nima? Ilonchani bolasi tushsa men aybdormanmi? U meni ham bolam edi.
oyisi nima deydi? Farhodni men uyda olib o'tirganmishman. Qaynonajoningni chakagini o'chirib chiqdim. Nega bunday qilasiz? Sohiba, nimaga unaqa qilasan? Tushunmadim. Ikkovingiz menga qarshi chiqyapsizmi? Nima deyishim kerak edi? Gapirganda jim o'tirishim kerakmi? Agar indamasam, boshimga chiqib olardi. O'rnini ko'rsatib qo'ydim. Kerak bo'lsa, qizini tarbiya qilsin. Oldimga tush. Ketaveringlar. Men ozmadan xabar olib keyin boraman. Ha, kir, bor. Ilonchayni oldiga. Borchi, so'rachi yana qanaqangi ssenariy tuzib qo'ygan ekan. Ssenariysi bo'yicha yashaymiz u? Oyim mashinada kutib turing. Pastda kutib turaman. Faqat buni bolasi bechora. Boshqalarning bolasi bechora emas. Qizim, sen ham oshirib yubording. Dadam keldilarmi? Keldilar, mashinada o'tiribdilar. Qudani ko'rsam, urishib qolaman deb ichkariga kirmadilar. Yaxshi qilibdilar. Mana, dadang qo'ng'iroq qilyaptilar. Hozir gaplashib kelay. Xo'p. Allo, assalomu alaykum. Dadasi yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nima gap? Namcha sen salom bo'lmasang, a? Qizing yaxshimi? Nima bo'pti o'zi? Gapir. Anu, o'sha uydagi aytib bergan voqeam. Qo'rqib bolasi tushib qopti. Shu qudalaringdan hech yolchimadik-da. Qayerdan ham quda bo'ldik shular bilan, a? Unaqa demang, dadasi. Kuyovingiz yaxshi. Xotinini yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rmay, narsa bo'lsin. Bo'pti. Vrachlar bilan gaplashdingmi? Hech narsa kerak emas ekanmi? Hali oldiga kirmadim. Nima qilib o'tiribsan bo'lmasam? Endi qizingiz oldida edim-da. Bo'pti. O'zim kirib chiqaman. Sen uyga ketasanmi? Birpas oldida o'tiray degan edim. Shunga Qizim o'zi ahvoli yaxshimi? endi bo'ladi. Mayli, siqilmasin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Agar biror narsa kerak bo'lsa, telefon qilgin, xo'pmi? Xo'p. Men pastda poylab turaman. Mayli, doktorlar bilan gaplashgandan keyin menga ham xabar berarsiz. Xo'p. Nima qilganlari bu? O'g'lim, hozir xotinning oldiga kirganda unga qattiq gapirma. Oringni bilasan-ku, fe'li shunaqa. Diydasi qattiq. Hech kimga rahm qilmaydi. Bilaman. Yoningda puling bormi? 1-2 so'm pul berib chiq. Xo'p. Men sal turib xabar olaman. Xo'p. Qizim, qaynonang bir tarafdan to'g'ri gapiryapti. Sen ham oshirib yubording. Lekin ularda ham ayb bor-ku. Quda taraf hech qachon aybdor bo'lmaydi. Faqat qiz taraf aybdor bo'ladi.
Jonimga tegib ketdi hammasi. Men nima darddaman? Qaynonam o'g'lini qornini dardida. Bitta qornini to'ydira olmaydimi kap-katta bola? Menga qara. O'zbek kelinisan. Amerikada katta bo'lmagansan. Shuning uchun ham qaynona, oila, urf-odat degan shartlarga ko'nishing kerak. Rostdan ham ular bizni shartimizni bajarishdi. Lekin qizim, sen ham juda ham oshirib yubording. Nima qildim, oyi? Juda ham erkalanib ketding. Taltayib ketding. Xohlaganingni qilding. Bu noto'g'ri. Ering bilan birga borib, qaynonangdan duo olib chiqib ketishing kerak edi. Nega uyda yolg'iz qolasan? Oyi, bo'ldi qiling iltimos. Siz ham qaynonam tarafmisiz? Ha? Chunki seni tinchligingni o'ylayman. O'zgarmasang turmushing ham bo'lmaydi, qizim. Ha, oyi, sekin-sekin o'zgaryapman-ku, o'rganyapman-ku, ovqat qilyapman-ku. Uyga ketamizmi? Farhodjon, Nozimani men 1-2 kun uyga olib ketib, yaxshilab davolab, o'ziga keltirib, keyin uyga borar-a? Mayli. O'zingizga qaranglar. Nozma, mana bu pulni tashab ketaman. U bu narsaga ishlatarsan. Xo'p, rahmat. Bo'pti, mayli. Men ishlarim bor. Kechroq, juda bo'lmasa, uylaringga o'taman. Oyijon bo'pti. Xabar qilarsiz. Xo'p, mayli. Yaxshi boring siz ham. Yaxshiligini ko'ryapsanmi eringni? Sen qiz mana shu eringni yaxshiligini ko'rmasang, ko'r bo'lasan. Siz oldingizda o'zini ko'rsatyapti-da, oyi. Tushunmadim, meni haydovchim bo'ldingizmi? Ha. Dades tayinladilar. Shart emas, o'zim keta olaman. Men ham haydovchi, ham qo'riqchizman. Kimdan qo'riqlisiz? Kimdan bo'lardi? Sobiq eringizdan? Shart emas. Undan o'zim ham himoyalana olaman. Bilib bo'lmaydi. Kecha menga tashlangandek, sizga ham tashlanib qolmasin? Xavotir olmang. U bilan shuncha yil til topishib yashaganman. Baribir ehtiyot bo'lgan yaxshi. Qani, marhamat. Bordingmi uyga? Nima gaplar? Bordim. Hech gap yo'q. Juda ham oddiy oila ekan. Hoy. Katta ketishidan kamida villada yashasa kerak deb o'yladim. Yo'q, unaqa emas ekan. Eriga gap yetkazmayaptimi? Menimcha yo'q. Eridan xafa, arazlagan. Bularga ishonch yo'q. Qayeringga pichoq sanchishini bilmaysan. Xavotir olmasang ham bo'ladi. U senga teng kela olmaydi baribir.
Uni senga topshirdim. Qarab yur. O'zi ko'pga ham bormaydi. Ilojini topishim bilan dumini tugaman. Lekin Dildora ham ishlayman deb o'lib turmayapti. Kecha oshib tushdi. Fotosessiyaga ham kelmabdi. Ketib boribdi. Lekin meni ko'nglimdagidek ish bo'ldi. Aynan shu narsadan foydalanib, bu yerdan yo'q qilaman. Dildorni bu yerda ishlashi nega sen asabingga tegyapti o'zi? Afzal meni o'tmishimni biladi. Afzal bilsa, xotini ham biladi. Meni tanigan odamlar bu yerda bo'lishini istamayman. Bizdan nariroq yurish kerak. Ha, endi tushundim. Sen o'zingdan qo'rqyapsan-a? Lop etib og'zidan chiqib ketsa-chi? Kim kafolat beradi? To'g'ri, hech kim. Seni shuning uchun bu yerga olib keldim. Sen ham? Xavotir olma. Hammasi nazoratim ostida bo'ladi. Rahmat. Yaxshi dam oldingizmi, G'aybulla aka? Rahmat. Afzalbek, men ham siz bilan birga ishga borsam-chi? Ye. Nima, shu ahvolda bormoqchimisiz? Nima qilibdi? Ofisda bir burchakda o'tiraveraman-da. Bu yerda zerikib ketaman-da. Bir umr yugurib yurgan odam bunaqa holatda yota olmas ekan. Yo'q, G'aybulla aka, siz hozir yaxshilab davolanishingiz kerak. Doktorlarga aytib qo'yganman. Xabar olib turishadi. Rahmat. G'aybulla aka, nima qilib bo'lsa ham bu loyihadan boyni chetlashtirishimiz kerak. Siz uni o'ylamang. Uni jazosini nazokat beradi. Biz nazokatni dumini bossak, u boy erini dumini bosadi. Lekin nazokatni ko'p qo'rqitib o'tira olmaymiz. To'g'ri. Boshqa yo'lini o'ylashimiz kerak. Menga hozir loyihadan ham ko'ra shonni ta'zirini berish qiziq. U meni dunyodagi eng qimmat narsamdan, ya'ni oilamdan ayirdi. Endi men ham uni tinch qo'ymayman. Bekor qilasiz. Siz ishingizdan chalg'imang. U ataylab qildi. Niyati shu edi. Maqsadiga ham erishdi. G'aybulla aka, kunu tun fikri zikrim faqat shunda, shuni o'ylayapman. Agar bundoq qiladigan bo'lsangiz, bu sizni sindi degani. Dono odam qasd olmaydi. Balki yo'lida jimgina davom etadi. Ana shunda yutuqlarga erishadi. Mana shu uni qasdi bo'ladi. Siz chalg'imang. Xo'p. Men ishga boray. Nimadir kerak bo'lsa, qo'ng'iroq qilasiz. Xo'p. Juda bo'lmasa bitta yarimtadan yuborarman. Yaxshi boring. Mayli. O'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat.
Sodiq Turg'unovich. Anu erkatoyingiz hali ham ishga kelmadi. Kelib qolar. Kecha ham fotosessiyaga kelmadi. Kelmadi, ketib bordi. Nimaga ketadi? Tavba, savolingizni qarang. Sen ham, kompaniyang ham bir tiyin degani bu. Yaxshi. Kelsa o'zim gaplashib qo'yaman. Sodiq Turg'unovich, uni bu yerda olib o'tirishdan nima foyda bor? Er-xotinning orasini buzib bo'ldingiz. Afzalni asabiga tegib bo'ldingiz. Yana nima kerak? Menimcha, bu oila bilan aloqani uzish kerak. Ularni o'yindan chiqarib yuboring. Yana ozroq ofisga yursa menimcha yaxshi bo'ladi. Ay, bekordan bekor maosh to'layapmiz. Lekin bu gapingiz ham to'g'ri, Banu. Borgan sari budjet ham kamayib ketyapti. Qayerga ketyapti, hayronman. Mana shunaqa odamlarga ketadi-da. Bilasizmi? Kompaniyada nechta odam ish qilmasdan sizni pulingizni yeb yotibdi. Bo'lmasa bunday qilamiz. Hammasini qisqartiring. Bizga Afzalning loyihasi ham kerak emas. Afzal baribir sotmaydi. Hammasi dab bo'lib ketsin. Xo'p bo'ladi. Dildoraxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Sizni nazokat kutyapti. Qayerda? Majlislar zalida. Yuring, birga boramiz. Va nihoyat biz kutgan xodim keldi. Tinchlikmi? Menda nima ishingiz bor? Qo'lidan hech nima kelmaydigan odamda qanday ishim bo'lishi mumkin? O'zi mendan nima xohlaysiz? Hech nima. Shunchaki erimni puli bekorchilarga ketayotgandan achinyapman. Men hali maosh olmadim. Bu birinchidan. Ikkinchidan, eringiz o'zlari meni yalinib chaqirib olganlar. Menimcha sizni asabingizga shu tegyapti. Asalim. Meni asabimga hech kim tega olmaydi. Hozir to'g'ri borib, shefni xonalariga kirasiz. Kirmayman. Kerak bo'lsa,
o'zlari kelsinlar. Men ulardan yalinib ish so'rab kelmaganman. Shunaqa deng. Shunaqa. Borib ayting eringizga. Kirmayman deb aytdi deng. Xo'p. Aytdimmi? Yo, mendan nima xohlaydi bular, a? Bittasi kelib, shu yerda o'tirsang bo'ldi dedi. Bittasi kelib, nimaga kech kelding dedi. Kimmi gapi to'g'ri, kim boshliq bu yerda hayronman. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Aytib qo'ying, ano'zingiz asabimga tegmasin. Birinchidan, u meni anonim emas, turmush o'rtog'im bo'ladi. Mana qo'shnimiz Latifa opani. Kelinichi bolasi o'lib qoldi. Bolani sen o'ldirding deb kelin bechorani haydab yuborishdi. Seni qaynonang esa hammasi o'tib ketadi, hali yana qo'sha-qo'sha farzandli bo'ladi deb gapiryapti. Dada, mendan foydalanib bo'lishdi. Erimdan o'ch olishdi. Bo'ldi, endi kerak emasman. Bugun yoki erta sizni ham o'yindan chiqarib yuborishi mumkin. Chunki ularga endi kerak emassiz.